1964-yili Şinjan Universitetining fizika fakultetini bitirib, Qashqar pedagogika institutida o'qituvchilik qilib, milliy ma'rif ishlari uchun to'hfa qo'shayotgan Mushir Islom qiyinida sho'xshib turgan kasbiy jihatda cho'ngroq bir ish qilish arzusida 1981-yili Şinjan Universitetiga yo'tkilib keldi. 80-yillarda xalqaro va davlatimizda uchur texnikasi, kompyuter texnikasi zo'r darajada taraqqiy qilishga boshladi. Chet ellarda uchur texnikasi va kompyuter asosan inglizcha ishlandi. Davlatimizda buni xansuchilashtirib, xansucha xilma-xil sistemalar barliq keldi va jamiyatga tarashib boshladi. Mushu mezgillarda bizning kallamizda, shaxsan mening kallamda bu vaqtda mushundaq bir zamonimizdagi eng ilg'or bir qurol kompyuterda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq asonliq millat yeziq uchurlarini kirgizgini va uni bir taraf qilgan bo'lamdi, bo'lmamdi degan xiyol kirib oldi. Mushir Islomning qalbini chirmag'an ana shu orzu istak uning uzluksiz izlanishiga zo'r harakatlantiruvchi kuch bo'ldi. Tashkilning qo'llashi bilan u Shanxay qatnash universitetiga o'rganishga avatilib, kompyuter bilimlarini cho'nqur egiladi. Ajrning tegi oltin degandek, Mushir Islom qaytib kelibla tadqiqotni boshlavatdi. U o'quvchilar bilan jafoliq izdandi. Oxiri dillarni ajoyib shaklantiradigan Uyg'urcha harflar tabassum bilan kompyuter ekranida ko'rinishga boshladi. Rasmiy etsam, dastlabki qadamdagi Uyg'ur harflari ekranda ko'ringan vaqtida ko'zimdan issiq yosh, xo'shanlik yoshlari chiqib ketdi. Hatto shu mezgilda bir mezgil men bir kecha uxlayolmay qoldim. Hayajonlanib uxlayolmadim. Bu menga nisbatan nihoyatda bir ilhom bo'ldi-da. Uyg'urcha kompyuter sistemasining barliq kelishi osonlik millat tadqiqot ishlarida davr bo'lgich zo'r ahamiyatga ega bo'lib qolmasdan, yana avtonom rayonimizning Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha yeziq uchurlarini bir taraf qilish ishlarini birlikka keltirib qilib tashtirdi. Ayni vaqtlarda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yeziq uchurlarini bir taraf qilish va ularning sistemlarini, mashg'ulot sistemasi, ishg'ollarni avtomatlashtirish sistemasi, boshqa xilma-xil boshqurish sistemlari, sonliq ma'lumotlar sistemasi qatorliqlarni ishlash xansu va ingliz yoziqlarini bir taraf qilishga nisbatan intayin qiyin, mushkul, murakkab vazifalar edi. Biz darvaqa nurg'un qitimliq sinoqlar, tajribalar, izlanishlar orqali oxirida bu ishlarni bir-birlab hal qildik. Men 1956-yili Shunqo basma zavodiga ish olib kirdim. Mushu ish olib kirish jarayonida menga yuklangan vazifa harf tuzish, ya'ni nobud tuzish kasbidan shug'ullandim. Endi harf tuzish vaqtida biz qo'shin harf matbaasi bilan shug'ullanganligi uchun ishimiz nihoyat qaloq, jafoliq. Hatto shu qo'shin harf tuzish vaqtida qo'llarimiz kirisin, benzin yo'qa. Onun için o bir bet 32 kesemlik bir betimiz 2,5 kilo ağırlıqda. Bunu könüge biz düşünmüğanda bir 50-60 kiloluk ağırlıqda bir nəsə tizmişsək vəzifə olunmaydı. Bir hərifdən tiziş üçün biz 10-11-12 kesip arqılıq onun için biz kitap bitini toğulaya alayımız. Muş kompüter kesip meydan kelgəndən keyin biz xorsan bolduq. Öz gözümüzdən kördük. Bizim o şu yapalıq biz bitken yollarımız şu devirlerde muş bopqaz eken degen şu ümitlerimiz buğan. Şu mezgilin kirmegen bir kesipti bu. Ahli emgakning iqtisodiy önümini oshirish uchun Mushir Islom bir tarafdan ilmiy tadqiqot bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan tadqiqot natijalarini iqtisodiy qimmatga aylantiradigan Fangyun shirkatiga yetakchilik qildi. Bizning gazet jurnallarda, o'qitishda, ma'rifda nurg'un murakkab rasm, sxema
xat yiziqlar, ovozlarni xohlagancha uni yasig'ini, ularni bir joydan ikkinchi joyga uzatqini, qabul qilgini o'zligidan o'ginadigan imkoniyatlar yaratildi. Keyingi vaqtlarda gazet jurnallarni, fan texnik uchurlarni, o hatto savdo qatnash uchurlarini hammasini kompyuterga kirgizib, ularni tor bekatlarga o'rnashtirgani. Bu orqali butun bir jamiyatni, butun bir sohalarni to'rlashtirib, insonlar bo'lib biz asonliq millatlarmi o'z til yoziqlarimizda mushu xil uchurlarni bevosita ko'ra oladigan, foydalana oladigan bir imkoniyat bo'lib o'rganish va xizmatlarda ishlatiladigan sharoitlar yaratildi. Uning boshqurishidagi bu shirkatning kompyuter bilan xat urish, bat yasash guruhi Xinjiang universiteti nashriyatining burunqi holatdagi matbuotchilik sistemasini bekor qilib, ilg'or bo'lgan tez va sifatli unumdorligi yuqori kompyuter orqali bat yasash vazifasini butunlay tugudak o'z ustiga oldi. Bu orqali xili ko'p iqtisodiy qimmat yaratib qolmasdan ish kutib turgan va egilik tiklash yo'lida tirishayotgan nurg'un izlanguchilarga taraqqiyot yo'li ko'rsatib berdi. O'zsiz qo'lga kelgan natijalar Xo'shir Islomga zo'r madad bo'ldi. U tunji bo'lib tadqiq qilib chiqqan Uyg'urcha, Xanzucha, Inglizcha chaqirg'u va yonfonlar sistemasi Xinjiangda to'rlashdi. U yana elimizdagi osonliq millatlar ichida tunji bo'lib Uyg'urcha ovoz tunish sistemasini ishlab chiqdi. Bu bizning demak jamiyatdagi uchur texnikasi,